işte o'shani yaxshi ko'radi-da. Meni ayolim har kun ularning yonida, men esa 17 yil ularning oldida bo'lmadim. Shu sababdan ular bor mehrini onasiga bergan deb hayotida bo'lgan voqeani xafa bo'lib aytib beryapti-da. Boyaga aka aytadi, men 17 yil kim uchun qiynaldim? 17 yil shular uchun sharoit qildim-ku, 17 yil shular uchun sog'ligimdan kechdim-ku, 17 yil shularni sog'inib, ularga sharoit qilib yashadim-ku. Nimaga buni bolalar tushunmaydi, deyapti-da. Endi bu video eri bilan yaxshi yashaydigan, eri bilan baxtli yashaydigan hamma ayollarga tegishli-da. Erkak kishi ko'chani odami bo'ladi. Erkak kishi ko'chada bo'ladi doim. Erkak kishi ko'chaga mehnat qilgan, chiqib ketgan bo'ladi. Uyda esa ayol kishi o'tiradi-da. Farzandlar tarbiyasi ayol kishiga bog'liq. Shu bolalaringga tarbiya berayotganda shunaqangi tarbiya beringlarki, o'g'lim, qizim, seni dadang bir